Assalomu alaykum aziz YouTube kuzatuvchilar. Mana bugun men Samarqand shaharda ot nuqtasi to'g'risida videomni boshladim. Bitta obunachimiz zakaz qilishdi. Mustahkam ot nuqtasi kerak, arqon bilan deganlariga mana tayyorlab qo'ydik. Arqonni ham ko'rishingiz mumkin. Tikilgan, mustahkam, baquvvat arqon. Arqonni uzunligi 11 metr. Nuqtamiz rangi qizil, zakilopkalangan, tikilgan, sintetika, mustahkam, qalin murvatlar qo'yilgan. Nuqtamizni chidamligi ham, baquvvatligi ham baquvvat va chiroyiga ham baho beringlar. Zakilopkalangan, har 3 cm, 2,5 cm da zakilopkalangan ko'rishingiz mumkin. Nuqtamiz katta kichik razmerda bo'ladi. Teshiklarni ko'paytirib berdik. Toyga ham to'g'ri keladi, katta otga ham to'g'ri keladi. Tasmacha, nuqtani mana tasmasi, bittasi qimirlaydi, bunisi qimirlamaydi. Mana shunday mana ko'rishingiz mumkin. Bittasi qimirlaydi, bunisini qotirib qo'yganmiz. Mana nuqtani sifatiga baho beringlar. Qizil rangda, qora rangda zakaz qabul qilamiz. Bizning manzil Samarqand shaharda joylashgan. Kimda mana shunday ot anjomlar kerak bo'lsa, bizda otga kerakli barcha anjomlar bor. Ko'rib turganingizdek, mana bu tomonda jugan, egar, otga nima kerak bo'lsa, barcha anjomlarimiz bor. Chexollangan egarlar ko'rishingiz mumkin. Chexollangan egar, kojinli nuqtalarimiz bor, kojinli juganlarimiz bor va kumush jugan, original kumush jugan. Ko'rib turganingizdek, mana juganlarni ham ranglari har xilidan tayyorlab qo'yganmiz. Kimda mana shunday ot anjomlar kerak bo'lsa, ekranda ko'rinib turgan telefon raqamlariga murojaat qilinglar. Mana shunday mustahkam nuqtalarni ham o'zimiz tayyorlab beramiz, kimga kerak bo'lsa. Ipga keladigan bo'lsak, arqonimiz juda baquvvat materialdan tayyorlangan. Otga ko'pchilik mustahkam arqonlar so'raydi. Mana shunday arqonlar bor. Bizning manzil Samarqand shaharida joylashgan. Ekranda ko'rinib turgan telefon raqamlarda ijtimoiy tarmoq, Telegram, WhatsApp bor.